Ha, tinchlikmi? Nima chaqyapsiz bunaqa paytda? Kechirim so'rashga kech qolganimni bilaman. Lekin sen yo'qotib qo'ymay deb shunaqa payt bo'lsa ham keldim oldingga. Shuncha ishdan keyin yuragingizda hali ham bormi? Sen bilasanmi? Har kuni, har soat, har soniya yuragimdasan. Unda men kecha sizga telefon qilganimda qayerda edingiz? Men siz bilan uchrashaman deb hamma ishlarimni bir chetga surib qo'ydim. Siz haqida bir marta telefoningizga ham javob bermadingiz. Kecha men to'yda edim. Sen telefon qilganingni ko'rdim, lekin ola olmaydigan vaziyatda edim. Insonda shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turar ekan. Eng yaqin o'rtog'imning to'yi. Endi faqat sen bilan yurib, sen bilan telefonda gaplashib, sen tushunadigan inson eding. Shunga senga tushuntirgani shunaqa payt oldinga keldim. Xo'p, unda men tushunmay qolibman. Meni kechiring. Kechirimni men so'rashim kerak emasmidi? Yo'q, sizga yarashmaydi.